mo'riya pulingiz bo'lmaydimi to'xtatib qola olmas ekan. Shuning uchun har doim ibodatda Allohga shukr qilib, bir-birimizning qadrimizga yetib borishimiz обязательно kerak ekan. Chunki bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Bir soatdan keyin, soniyalardan keyin yo'q bo'lib qolishimiz ham mumkin. Shuning uchun bir-birimizning qadrimizga yetaylik. Kim bir-biridan xafa bo'layotgan bo'lsa, bir-biridan uzrini so'rab qo'ysin. Ertaga u dunyoda savol-javobi juda qattiq bo'ladi. Shuni o'z uchun bilaylik. Meni xulosam, 1000 puling bo'lsin, bu dunyoda baribir men yaxshi bo'ling, men yomon bo'ling, bu dunyo hammamizdan qolib ketadi. Hammamizdan. Pulimiz ko'p bo'lsa ham, kam bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, nochor bo'lsa ham, boy bo'lsa ham hammadan qoladi. To'g'risi, shunda kafanga o'ralasiz va ketasiz. Mo'riya puli bor insonlar ham bu dunyoda qololmaydi u yoqdan sizga kelib turgandan keyin. Shuning uchun borimizda bir-birimizni qadrimizga yetib, borimizda bir-birimizni xursand qilib, borimizda bir-birimizga mehribon bo'laylik demoqchiman. Hayotimizda har xil voqealar bo'lar ekan, men to'g'risi onam yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Hayotimdagi eng qo'rqadigan narsam onam yo'qotib qo'yishdan. Chunki onam meni motivatorim, onam meni sirdoshim, onam meni darddoshim, onam meni dugonam bo'lib ketganlar. O'shaning uchun juda ham qo'rqdim.